O'zbekistonda eng zo'r bloklardan bittasi mana shu bo'lar ekan, aka, tashing. Xullas, polistira blok mahsuloti. Buni ko'pchilik biladi azizlar. Endi urib ko'rsatib beramiz kuvalda yordamida. Qaranglar, e'tibor beringlar. Bu yerda amortizatsiya vazifasini bajaryapti. Endi Ariston obunasi ko'taradi deganlar uchun mana shunaqa anker qoqqaningizdan keyin mana men 70 kiloman salkam. Xullas, ko'taradi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Videoda boshida ko'rdinglar, sizlarga polistira blok mahsulotini eksperimentlardan o'tkazib berdik. Azizlar, o'tgan safar videolarimda blok haqida videorolik qilganimda ko'pchilik polistira blok haqida videorolik so'rashdi va polistira blokni Optim ishlab chiqarish joyidan videorolik qiling deyishdi. Shuning uchun biz Toshkentga yetib kelganmiz. Toshkentlik akalarimiz yoki Sirdaryo shu tomonlardan bo'lsa, sizlar bemalol mana shu zavoddan polistira blok mahsulotlarini olishingiz mumkin. Azizlar, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu qurigan holati, bu hozir mana yaqindagina quyilgani uchun ko'rgan bo'lsanglar, hali qurimagan. Bu qurigan holati. Qurigan holatida o'rtacha 17 kilo atrofida bo'ladi. Ya'ni standart bo'yicha 16 yoki 17 kilo bo'lishi kerak. Bu shunaqa standartlarga javob beriladi. Ya'ni kilosi agar 20 kilodan 25 kilo atrofida bo'lib qoladigan bo'lsa, qum ko'p qo'shilganligi hisobiga standart tushib ketib qolishligi mumkin. Buni ko'pchilik o'zi qurilish sohasida yurgan akalarimiz yaxshi bilishadi. Bu sexda, ya'ni zavod desa ham bo'ladi, chunki ancha katta ekan. Terib qo'yilgan. Siz Toshkent shahridan bo'lasizmi yoki Toshkent viloyatidan yoki Sirdaryo, Jizzax, umuman mana shu atrofdan bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol telefon qilsangiz, sizga kelishilgan holatda dastlabki qilib berishadi. Polistira blokdan nimaga uy qurish kerak degan savolga javob berib o'tib ketaman. Polistira blok umuman mana boshqa bloklardan afzal tomoni buni teplo izolyatsiyasi juda ham yuqori. Ya'ni bu olovda ham yonmaydi va buning ichiga polistiron mahsulot qo'shilganligi uchun issiqda ham, sovuqda ham shunaqa zo'r ushlaydi. Men buni mutaxassis bilan gaplashganimda aytib o'tdi. Buni 20-30 santimetrligi 2 metrli loydan qilingan paxsani o'rnini bosa olar ekan. Ya'ni izolyatsiyasini kuchi 2 metrli loydan qursangiz qanaqa izolyatsiyani bajarsa, buni 30 santimetrligi shuni o'rnini bosa olar ekan. Aynan bu polistira blok mahsulotini suyultirilganini tomga lombas, ya'ni polistira lombas sifatida ham videoroliklarimiz ko'pda chiqqan va polistirondan steyashga ham qilishadi oyoq ostiga. Xullas, nima qilsangiz ham bu mahsulotni o'zini sifatini bilishadi. Bu tomonda mana padollarga ham terib qo'yishgan. Razmerlarini eslatib o'tamiz. Endi 60 30 20 bo'ladi boshqa bloklar. Endi bu 55 bo'lar ekan. Standart bo'yicha 55 qilingan ekan. 55 30 20. 55 ga 30 20. Hozircha mana shu razmerda chiqayotgan, lekin yaqin kunlarda peregarodkani ham, ya'ni 12 lik yoki 15 lik peregarodka mahsulotlarni ham yaqinda ishlab chiqarishar ekan. Endi sizlarga narxiga to'xtalamiz. Narxiga to'xtalishdan oldin primichkali variantini chiqarishibdi. Ya'ni eshik derazalarni tepasiga qo'ygan. Tayyor holatda bo'lgan mashina bemalol mana. Hozir 2 kishi ko'tarib kelishdi. 2 kishi ko'tarib buni tepaga olib qo'ysa bo'ladi. Bu ham tayyor holati. Buni ham endi telefon qilganlarda buni alohida narxini aytib o'tishadi. Endi ya'ni 55 ga 30 20 razmeri bugungi kundagi narxi 22 ming so'm ekan. Endi bu narxi tushishi ham mumkin, oshishi ham mumkin. Sementga qarab ko'proq narxi o'zgarib turadi. Uni telefon qilganinglarda o'sha paytdagi narxini sizlarga bu yerda mutaxassislar telefon qilganlarda tushuntirib o'tishadi. Keyin eslatib o'tamiz, bu bloklar oddiy qo'lbola stanoklardan emas, rossiyskiy stanoklarda, rossiyskiy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilar ekan. Bu tomonda mana hozir videomizga xalaqit bermasligi uchun ishlamay turibdi. To'liq manzilda tushuntirib o'tamiz. Toshkent viloyati Parkent tumanida. Telefon qilsanglar lokatsiya tashlab berishadi. Mabodo kelib o'zingizlar olib ketmoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasa telefon qilsanglar yuklab jo'natib berishadi. Yo'lkalarni kelishib olasiz o'zingizlar.